Assalomu alaykum Ahmed avto kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda 2023 Tracker Premier'imiz keldi. Mashinamiz to bamperigacha radnoy bo'ladi. O'zini haqiqiy probegida любой ustalaringiz bilan kelib tekshirib olasizlar. 60 ming probeg, mashina tiniq turibdi, juda ayol kishi haydagan. Mashina 60 ming probeg, lekin probegga yarasha mashina sostansi juda zo'r. 4 ta yumshoq balon, paroglar taqib qo'yilgan. 4-chi pokoleniya propanda bo'ladi mashinamiz. Mashinani bitta chizilgan joyi yo'q. Mashina ideal bo'ladi. Motor holatlaridan ko'rishingiz mumkin. Siniq turibdi. 4-chi pokoleniya propan. Biror ish yo'q mashinada. Shuna bagaj holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli haydalgan mashina. Umuman chizilgan joylari yo'q. Mana propanchalar turibdi. Zapaskalar hali qo'yilmagan. Narxini 15750 deyapmiz. Kesalarimiz yana ozgina savdosi bor. 2023 Premier. Bizga like va podpiska bo'lsa eslaringizdan chiqmasin. Har doim sizlar uchun shunaqa chiroyli, toza mashinalarni qo'yishga harakat qilamiz.